Assalomu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlar hayotiga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'urlar 12 noyabr Amerika Davlat Majlisiga yig'ilib, o'tgan asrda qurilgan ikki jumhuriyatni xotirladi. Mazkur faoliyatga Davlat Majlisi a'zosi Frank Wolf tabriknoma berdi. Xitoy demokratik zotlarimo ishtirok qildi. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Rabia Qadri Xonimning echilish nutqi bilan boshlangan bu faoliyatga 100 atrofida Uyg'ur qatnashdi. Rabia Qadri Xonim 1933 va 1944-yillari ikki qitim mustaqil jumhuriyat qurgan ajdodlarining kurash ro'yiga alohida ehtirom bildirdi va Uyg'urlarni umidsizlanmaslikka chaqirdi. U mundaq dedi: "Biz shuningga qat'iy ishonamizki, Uyg'urlar yana mustaqil jumhuriyat quradigan shundaq bir kunlar yetib keladi." Amerika Davlat Majlisining nopozliq a'zosi Frank Wolf mazkur faoliyat uchun avatgan tabriknomasida bu tarixiy minutlarda Rabia Qadri Xonim bilan birga bo'lolmaganligidan afsuslanganligini bildirdi. U tabriknomasini davomlashtirib, "Men Xitoy hukumatining qabih tuzum ostida ezilayotgan xalqlar hurlikka erishadigan bir kunning kelishini tilayman" dedi. Sorun diyana Tayvanning Amerikadagi ish bajarish o'rnining maslahatchisi, Fuqarolar kuchi tashkilotining raisi qatorliq Xitoy demokratlar Uyg'ur harakatini qo'llaydiganligini bildirdi. Mustaqillik kuni uchun Amerika poytaxtiga yig'ilgan Uyg'urlar 12 noyabr kechqurun Xitoy elchixonasi oldida namoyish qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatiga norozilik bildirdi. Namoyishga Dunyo Uyg'ur Qurultayyi raisi Rabia Qadri Xonim o'z yetakchilik qildi. Rabia Qadri Xonim nutqida mundaq dedi: "Xitoy hukumati yillardan beri Uyg'ur xalqini aldab keldi. Uyg'urlarni nomussizlarcha o'ltirishni davomlashtirmoqda. Uyg'urlar endi aldanmaydi. Namoyishda Uyg'urlarga ozodlik, Uyg'urlarga erkinlik, Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ket degandek shiorlar yangirdi." 12 noyabr mustaqillik kuni dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar orasida har xil xotirlandi. Amerikadagi Uyg'urlar yig'ilish, namoyish orqali shu kunni xotirlagan bo'lsa, Shvetsiyadagi Uyg'urlar tarixiy saboqlar haqida muhokama yig'ini o'tkazdi. Norvegiyadagi bir jup yosh nikoh marosimini Jumhuriyat kuniga to'g'rilab, bu kunga texmi mo'l mazmun qo'shgan bo'lsa, Istanbulda Jumhuriyat kuniga bag'ishlangan ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Xotirlash faoliyatini Germaniya, Gollandiya, Avstraliya, Yaponiya, Qirg'iziston, Qozog'istonda o'tkazildi. Uyg'urlar 20-asrda ikki qitim mustaqil jumhuriyat qurgan. Tunji qitimqisi 1933-yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati. Keyingisi 1944-yili G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati. Diqqat qilishga tegishli yeri, har ikkili jumhuriyat 12 noyabr kuni qurilgan. Uyg'urlar shunga har yili 12 noyabrni iftixor va har xil murakkab tuyg'ular ichida xotirlab keldi. Ziyonkashlik uchirgan o'g'lining davosini qilganligi uchun tutqun qilingan arzdor Nuringul To'xti 14 oy qonunsiz tutib turilgandan keyin qo'yib berildi. Nuringul To'xti bultur 7-oyning 4-kuni davlat bexatarligiga tahdid shakllantirish gumoni bilan tutqun qilingan edi. U 14 oy qonunsiz tutib turilgandan keyin o'tgan oyning 25-kuni qo'yib berilgan. Nuringul To'xti 2009-yildan buyon 7 yoshlik o'g'lini elib qochgan Xitoy qaroqchi va uni jazoga tortmagan Dalian soqchilari ustidan da'vo qilayotgan edi. U ilgari radiomiz ziyoratini ko'p qitim qabul qilgan va Xitoy hukumat doiralaridan norozi ekanligini bildirgan. Uchturpan soqchi doiralari Nuringulga hech qanday qonuniy jazo atalmagan bo'lsa-mu 14 oy qamab qo'ygan. Nuringul navbatda doirlarning bu yo'lsizligi ustidami da'vo qilganligini bildirdi. 5-yil g'oyiblardan İmam Mehmet Ali va olim iloji qatorliqlarning oila taobatlari Tiamin avtomobil hujumi haqida ziyoratimizni qabul qilib, Xitoy hukumatining fuqarolarini shundaq harakatga majburlayotganligini bildirdi. 28 oktyabr Xitoyning davlat simvoli Tiamin ravoqiga avtomobil hujum qilish voqeasi yuz berib, hujumchilarni o'z ichiga olgan 5 odam o'lgan, 38 odam yaralangan. Xitoy hukumati bu xabarni o'z axborotidan yoshirgan va bir qancha kundan keyin hujumchilarning terrorchi ekanligini bildirgan. Bu vaqtda to'xtalgan 5-yil g'oyiblardan İmam Mehmet Alining onasi Fatugul G'ulom mundaq dedi: "Xabarni angladik. Bir necha kundan keyin xabar qildi. Terrorchilar ekan dedi. Davlat o'zi terrorchi bo'lgandan keyin fuqarolar terrorchi bo'lmay nim bo'ladi." U yana mundaq dedi: "Hujumchi terrorchi emas, balki menga o'xshash zulmga uchirg'uvchi, xo'rlang'uvchi bo'lsa kerak. Olim ilojining onasi Sudixon Hojim bu hujumdan kechikib xabar topgan bo'lsa-mu, afsuslanmaganligini bildirdi."
u mundaq naqchilik bo'lavergandan keyin buning bo'lg'ini bilan bo'pti. Hamma odamga jon kerak. Hech kim naqchilik uchirmasa bundaq qilmaydi deb ko'rsatdi. Yuqorqi mazlumlar 2009-yildan beri Xitoy soqchilarining qo'lida g'oyib qilingan o'g'illarni izlash yo'lida har xil iztiroblarni chekmoqda. Xitoyning Anxuy va Kunming shaharlarida Uyg'ur tijoratchilar bilan Xitoy amallik xodimlari orasida to'qinish yuz bergan va odam o'lish, yaralanish ko'rilgan. Har ikkala to'qinish 9 noyabr yuz bergan. Mazkur to'qinishning 28 oktyabr Tiananmen hujumi yuz berib, uzun o'tmay maydonga chiqishi diqqat qo'zg'adi. Boşun qatarlıq Xitoy torlarida bayon qilinishicha, Anxuydagi vaqa bir to'p tarqitish bozorida yuz bergan. Vaqada Xitoy tarafdan oz deganda 2 kishi o'lgan, 10 necha kishi yaralangan. Kunming shahridagi to'qinishqimi o'xshashla Uyg'ur tijoratchilarni do'konini taqashga majburlash sabab bo'lgan. 28 oktyabr Tiananmen hujumidan keyin Xitoyning har qaysi shaharlarida Uyg'urlarga qaratgan nazoratning hasilab kuchayganligi xabar qilingan edi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.